Shu desanglar men hozir o'rmondaman. Bu yerda juda ham ko'p har xil hayvonlar, mahluqlar bor ekan. Bilaman, mana bu yerda krezdani fanatlari ham bor ekan. Yebat! Yebat krezdani fanatlari. Yebat! Orangutanlar, maymunlar, itlar, yebat! Bля, ketish kerak, bu yerdan ketish kerak. Qaranglar, hozirgi semiz bola bor-ku, mana u g'artovoq. Mashini ikkita akasi menga tashlaganda, men ularga atvet qilganimda, u bola bo'ldi, mavzudan chiqib ketdi. O'zi krezatsa qochadigan bo'lib qoldi. Bo'ldi, mavzu yopildi-da. Bu bola menga tashlab chiqdi keyin. Men atvet qilmadim bu bolaga, chunki obunachini qaranglar, 2000 ta turibdi. Meni o'g'limda ham 12000 ta bo'ladi. Taxchi bo'lmasa obunachisi. Bu nimaga 2000 ta deydigan bo'lsalaring, bu faoliyati faqat ko't ko'ylash. Bitta men emas, qolganlardan kimda bo'lsa ko'tini ko'ylayapti. Ularni ko'tini ko'ylasa prosmotr olmayapti, meni ko'timni ko'ylasa prosmotri baland bo'lib ketaveryapti. O'shaning uchun to'xtamay qaytdi bo'lsa gapirib yuraveryapti. Bir g'alcha bir xotinlar bo'ladi-yu, bir g'iybatchi xotinlar, o'shanga o'xshaydi biladi. Короче, biza yetib keldik. Biza o'tirmoqja, hamma shitda. Shaki shitda, qolganlar shitda, kech shitda. O'ymoy, uyalmay. Voy, jonim. Вот, zoometlar. Shitda. Kamera ajrab. Zoomlarga qo'y degan ona. Anu qani? Kim kerak? Xabash qani? Mana. Xabash shitda. Shaki shitda. Hamma shitda. Вот. Hammalari ko'timga siqishadi. Bu bolaga umuman atvet video chiqarish xayolimga ham kelgani yo'q, chunki bu hali dastoyni ham emas. Agar bu bolaga men atvet qiladigan bo'lsam, har bitta nuqtada yutib chiqaman. Ilk uchrashuvga chiqib turib, xotin oqtargan odam, masalan, ilk uchrashuv ko'rsatuviga chiqqan odamning saviyasi baland bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Pomada surkab, qizil parilar kiyib, qiz bolacha narsalar, kiyimlar kiyib olib, streamlar qilib turib, ha bu endi obrazda deb qo'yib turib, keyligini bir xalqqa streamda ko'rsatib beryapti turgan odamni g'ururi baland bir erkak odam deb o'ylaysizlarmi? Kanaliga haligi sun'iy intellektda o'zini qiz bola tanasiga qo'yib videolar tashlab, geyu bu xarizma emas bu. Xuddiki bu o'ylayaptiki, shunaqa qilsam o'zimni xarizmatik ko'rsataman, o'zimni xarizmamni yanada ochib beraman deb. Sen geyligingni ochib beryapsan maksimum. Eng qizig'i bu planda ham yo'q-da, urushda. Nima aloqang bor seni? Seni urushga nima aloqang bor? Bu mayli, yana 4 kishi tashayapti menga, 6 kishi tashayapsan bir kishiga. Bu nimani anglatadi bilasanmi? Meni bir kishi eplolmayapti, 6 kishi bo'lmay eplolmayapsan degani. 10 kishi tasha menga desa, hammani siskaman. Prosta atvet qilishimga arzimaysan senlar. Ikkalasi arzida yeb oldi. Agar atvet qiladigan bo'lsam, bosh ko'tara olmay qolasan so'ska. Mana shu geyligingni, qiyab turgan ishlaringni, qo'yib turgan narsalaringni, bir gapirib turgan gaplaringni o'zingni tutishingni dading xabar topsa, qanaqa holatga tushar ekan? O'g'lim Toshkentga ketib shunaqa bo'lib ketibdi deb o'ylaydimi? Yoki baliq boshidan sasiydi degan maqol senga tegishlimi? Ijodiy yo'limda ham, hayotda ham duch kelib qolman. Qoningni bundingga shimalab qo'yaman. Seni ham sasiyab turgan balig'ingni ham sikaman.